Assalomu alaykum ko'pchilik, yaxshimisizlar? 2022-yildan iborat koni yilni tashlab, 2023-yildan iborat yangi yilni boshlash harpasida turibdimiz. Mana shu vaqtning o'zida men ko'pchilik bilan o'zimning tajribamdan o'tgan har qanday bir ishni qilishda cho'qim, ya'ni g'alabalik qilishda cho'qim zarur bo'lgan, biz qilmasak bo'lmaydigan besib o'tishga tegishlik 5 xil odat yoki 5 xil harakat yoki 5 xil ishni ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchiman. Agar bu mazmunga qiziqsanglar, diqqatinglar tuvandagi mazmunda bo'lsin. Bu 5 xil odatning birinchisi bizning ko'nlarda bir gap bor, har ishning beshi sahardan. Ya'ni sahar turish. Bu birinchi odatni amalga oshirishning oldingi sharti ikkinchi odatda. Qaysi odat? Ya'ni kashlik, uxlash vaqtingizni muqim qilish. Endi bu ikkinchi odat birinchi odatning oldiga keladi. Ya'ni kashlik, uxlash vaqtimizni muqim qilishimiz cho'qim zarur. Masalan, kech soat 9 da uxlayman degan bo'lsak, odatda normalda bir odam 7 soatdan 8 soatgacha uxlasa sog'lom uxlaganlik hisoblanadi. Shunday hisoblaganda biz soat 9 da uxlashni qaror qilgan bo'lsak, 9 da uxlagan bo'lsak, atagan sahar soat 5 da o'rnimizdan tura olamiz degan gap. Yoki 10 da uxlasak soat 6 da. Demak, shu ikki odatni cho'qim yetildirish, ya'ni sahar turish, uning oldida cho'qim uxlash vaqtimizni aniq muqim qilish. Bu bir kuni bir xil, ya'ni bir kuni yana bir xil o'zgarib qolsa bo'lmaydi. Ya'ni sahar turadigan vaqtimizmi o'xshashla, bir vaqt kechda uxlaydigan vaqtimizmi o'xshashla bir vaqtda bo'lish kerak. Shunday bo'lganda bizning bu badanimizmi, ya'ni biologik soatimizmi to'g'rilanadi va bara-bara buningga biz odatlanamiz. Endi uchinchi muhim bo'lgan odat shu uxlashning oldida cho'qim ertasi saharda qiladigan ishlarimizning to'liq tayyorligini bitirish. Bu men uzun vaqtlardan buyon sinab, tajribadan o'tkazib kelgan mening odatim. Ya'ni ertasi ataganda agar chiniqmoqchi bo'lsam, cho'qim kechda uxlashning oldida 15 minut vaqtni sarf qilib, ertasi ataganda chiniqishning oldida jiddiy yeydigan, masalan, qatiq bilan sut va yoki boshqa tayyor narsalarni shu yeydigan miqdorni tayyorlab qo'yish va shundaqla chiniqadigan kiyimlarni dal o'rniga, joyiga qo'yib qo'yish. Agar men ertasi saharda o'rganish qilmoqchi bo'lsam, masalan, til o'rganmoqchi bo'lsam, cho'qim til o'rganishga lozimlik bo'lgan butkul shu vaqtdagi o'rganishga keraklik bo'lgan kitob, daftar, qalam qatorliq materiallarni dal o'rganadigan o'rnimga joy-joyiga qo'yish va shundaqla shu joyni muqim tayyorlab qo'yish. Shu orqali ertasi ataganda dal vaqtida turgan vaqtda boshqa ishlarning daxli qilishiga uchirmay yoki tayyorlik qilishga vaqt sarf qilmayla shu ishlarni qilib ketgan bo'ladi. Demak, biz so'zlab o'tgan sahar turish vaqtimizni muqimlashtirish bu birinchi odat. Ikkinchisi uxlash vaqtimizni cho'qim muqim qilish. Uchinchisi uxlashning oldida cho'qim ertasi saharda qilishga tegishli, ya'ni o'rganishga tegishli materiallarni va yeyishga tegishli ichmaklarni to'liq tayyorlab bilish. Endi to'rtinchi muhim odat nima deganda cho'qim xotira tutib yezib menish. Ya'ni bu qanday deganda biz o'ylaymiz, men hamma kallamga tayansamli bo'ladi, ya'ni men asti tuta olgan ekan deb. To'g'ri, siz asti tuta olasiz, asti tuta olamiz. Bizning kallamiz intayin yaxshi, intayin iqtidorliq bir manga. Endi nimaga kelamiz deganda, ya'ni har kundagi his tuyg'ungizni va shu
qilaman degan ishlaringizni dal vaqtida qila oldingizmi, uni qanchalik vaqt ketdi deganlarni xotir qoldirib yezib mangsangiz, buguni bilan ertasidagi farqni his qilasiz, ham bu farqqa ta'sir ko'rsatayotgan omillarni yezib mangsangiz, bara bu odatingiz yaxshilanib mangdi demakchi. Shunga 4-odat cho'qim xotir tutib yezib menish kerak. Endi 5-chi muhim bir bo'lgan odat nima deganda, kechda uxlashning oldida vaqt etdiganda siz qilmoqchi bo'lgan barliq muhim deb qaragan, masalan, tiluginish, cheniqish va boshqa va hokazolar. Shu ishlarga daxli etmasligi uchun cho'qim telefon yoki ijtimoiy taratquv vositalaringiz bo'ladi. Sizning telefonda shu telefon yoki kompyuterdagi shu mazmunlarni ko'rmaslik yoki shuningga vaqt sarf qilmaslik. Chunki bu sizni bilib bilmay vaqtingizni, ham nervingizni, energiyangizni olib ketadigan, asli qilmoqchi bo'lgan ishdan sizni yiroqlashtiradigan bir xatarlik omillarning biri. Shunga 5-odat cho'qim ijtimoiy taratqullaringizdan neri turishingiz shart. Endi men bu 5 odatni shakllantirib, ham yaxshi shuni iziga tushirib, davomlashtirib kelayotgani uzun mezgil bo'ldi. Endi ko'pchilik bilan bu 5 xil odatni ham bahrligim keldi. Shu orqali 2023-yilda hammalarning mayli tiluginish bo'lsin, mayli sog'lomlik jihatda bo'lsin va mayli boshqa o'zimizningki orzularimiz, nishonlarimizga yetish jihatdan bo'lsin, mushu 5 odatni qabul qilib va shundoqla bu odatni yetildirishga tirishib qadam bosqichni elib mangsak, menimcha biz 2023-yilda o'zimiz o'ylagan maqsad nishonlarga yeta olamiz deb qarayman. Aman bo'linglar, kelar qitimliq filmda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.